Assalomu alaykum. Men bugun Kaliforniyadaman. Kaliforniyaning yuragi desa ham bo'ladi. Cupertino shaharchasida Apple kompaniyasining, ya'ni dunyodagi nomer 1 brend Apple brendining markaziy showroomidaman. Ya'ni bu yer Apple kompaniyasining markaziy visitor center hisoblanadi. Mana bu yerda, mana shu daraxtlarning orqasida Apple'ning bosh ofisi joylashgan. Afsuski, u yerga kirish mumkin emas, lekin Apple ofisining maketi bor. Uni ham albatta ko'rsatib o'taman va bugun men sizlarga mana shu yerdan turib Apple kompaniyasi va Apple brendining tarixi haqida aytib berishga harakat qilaman. Bundan 50 yil oldin 1976-yilning aprel oyida 3 yosh yigit Steve Jobs, Steve Wozniak, Ronald Wayne tomonidan o'sha San Fransisko prigorida, ya'ni Kaliforniyadagi bir kichkinagina garajda kompyuter ishlab chiqaradigan Apple kompaniyasiga asos solinadi. O'sha paytdagi yosh olim Steve Wozniak tomonidan Apple 1 kompyuteri o'ylab topiladi va ushbu kompyuterlarning sotuvi orqali Apple kompaniyasiga asos solinadi. Oradan 1 yil o'tgandan keyin Apple 2 kompyuteri, ya'ni o'sha 1977-yilda Apple 2 kompyuteri Amerika bozorini o'zgartirib yuboradi. Sababi bu birinchi seriyali kompyuter bo'lib, undan barcha foydalanishi mumkin bo'ladi va Apple kompaniyasi o'zining tarixiy birinchi yutug'iga aynan Apple 2 kompyuteri orqali erishadi. Apple kompaniyasi kattalashgan sari 1980-yillarda, ya'ni 1984-yilda Apple o'zining yangi kompyuterini, Macintosh kompyuterini e'lon qiladi va bu haqiqiy o'sha vaqt uchun bozorda juda katta prorыв bo'ladi. Sababi birinchidan u grafikiskiy bo'ladi, juda ham chiroyli dizaynga ega bo'ladi va eng asosiysi biz bugungi kunda juda ham ko'p ishlatadigan kompyuter sichqoni, ya'ni mishkasi, ya'ni sichqoniga ega bo'lgan bo'ladi. Apple kompaniyasi omadga erishib katta bo'lgandan keyin kompaniya yiriklashadi, aksionerlik kompaniyasiga aylanadi va kompaniya rahbariyatida ham o'zgarishlar bo'ladi. Sababi ma'lum bir ichki nizolar paydo bo'lishi natijasida Steve Jobs o'zi prezidentlikka taklif qilgan yangi xodim Steve Jobsni ishdan bo'shatadi. Bizda, ya'ni O'zbekiston biznesida buni tasavvur qilish biroz qiyin. Ya'ni qanday qilib kompaniyani asos solgan kompaniyaning egasini ishdan bo'shatish mumkinligini, lekin Amerikada aksionerlik kompaniyalari bo'lgan kompaniyalarda bu ishni amalga oshirish mumkin va 1985-yilda Steve Jobs Apple'dan ketadi. Bugungi sonimiz Apple'ga bag'ishlanganligi uchun Steve Jobs nima ish bilan shug'ullanishini, o'sha paytda nima ish bilan shug'ullanganligini va qanday boshqa yerlarda omadga erishganligini gapirib o'tirmayman. Apple'ning tarixini davom ettiramiz. Gap shundaki, Apple kompaniyasi Steve Jobs ketgandan keyin krizisga uchrashni boshlaydi. Bir necha yangi chiqargan mahsulotlari bozorda omadga erishmaydi va aksiyalarining narxi keskin tushib ketib, bankrotlik darajasiga yaqinlashib qolgan holatga kelib qoladi. Fokusini yo'qotgandan keyin turli xil yo'nalishlarda ishlashni boshlaydi, lekin eng asosiysi kompyuterlarni ishlab chiqarishda birinchidan eng katta konkurenti Microsoftga va Windows operatsion sistemasiga konkurensiyani yutqizishni boshlaydi. Buning natijasida 1997-yilda geniy Steve Jobs Apple'ga qaytadi. Va Apple'ga qaytib kelgan zahoti revolyutsion o'zgarishlarni amalga oshiradi. Keskin ravishda ishchilar sonini qisqartiradi. Fokusni to'laqonli ma'lum bir tor doiradagi mahsulotlarga qaratishni boshlaydi. 2001-yilda Steve Jobs va Apple kompaniyasi juda ham bitta katta revolyutsion mahsulotni bozorga chiqaradi. Ya'ni o'sha Steve Jobs 97-yilda Apple'ga qaytib kelgandan keyin o'zini fokusini ma'lum bir tor doiradagi produktlarga qaratgandan keyin u musiqa bozorida tubdan o'zgarish kiritishga harakat qiladi. U Apple kompaniyasi 2001-yilda iTunes'ni ishga tushiradi, ya'ni internet orqali musiqa sotib olish imkoniyatini va bugungi kunda sotuvdan chiqarilgan, lekin o'sha payt uchun revolyutsion bo'lgan iPod musiqa playerini sotuvlarini e'lon qiladi. Ya'ni mana shunday bir kichkinagina
gadjet orqali va quloqchinlar, ya'ni naushniklar orqali odamlar cheklanmagan miqdorda musiqalarni eshitish imkoniyati va bu musiqalarga birinchi navbatda o'sha Apple Music orqali to'lovni amalga oshirish imkoniyatini joriy qiladi. Bu narsa dunyoda musiqa bozorini to'laqonli o'zgartiradi. Ya'ni kompakt disklar o'sha kundan boshlab turib уже tarixga aylandi deb aytsak bo'ladi va Apple'ni musiqa bozoridagi bitta katta o'yinchiga aylantiradi. 2007-yilda dunyo bozorida shaxsan meni fikrimcha o'sha 21-asrdagi eng katta texnologik prorыв e'lon qilingan kun o'sha 2007-yilda bo'lgan deb aytsam adashmagan bo'laman. 2007-yilda Apple kompaniyasi o'zining birinchi iPhone'ini dunyoga taklif etadi. Endi bu iPhone 17 Pro Max. O'sha paytda 2007-yilda iPhone 1ni Steve Jobs o'zi shaxsan turib e'lon qiladi. O'sha paytda 2001-yil iPoddan boshlab turib Steve Jobs o'zining o'sha odatiy sahnaga chiqib o'zi mahsulotlarini o'zi prezentatsiya qilish odatini ham kiritgan bo'ladi va o'sha 2007-yilda iPhone'ni o'zi e'lon qiladi. Bilasizmi? Smartfonlar, ya'ni internet, bitta telefonning ichida ham internet, ham kompyuter, ham qandaydir bir gadjet sifatida foydalanish mumkin bo'lgan smartfonlar iPhonegacha ham bo'lgan. Lekin iPhonening eng birinchi va katta plusi bu uning qulayligida bo'lgan. Bu qulaylikni yaratish uchun Apple nima qilgan? Apple knopkalarni olib tashlagan. Ya'ni bungacha bo'lgan barcha smartfonlarda albatta knopkalar bo'lgan va bular bir necha noqulayliklarni keltirib chiqargan. Lekin aynan o'sha Apple dizaynerlari va Steve Jobs boshchiligida bular o'ylab topishgan va kiritishgan eng asosiy yengilligi bular to'laqonli knopkalarni olib tashlashganligi va smartfon faqatgina bitta ekrandan iborat bo'lish kerak degan tushunchani bozorga kiritishganligida bo'lgan. O'zining uyali aloqa telefonini, iPhone'ni joriy qilgandan keyin katta bir nechta yangi noutbuklarni, o'sha MacBooklarni, MacBook Air'larni kompaniya joriy qilgandan keyin katta kompyuterni o'rnini bosuvchi bo'lgan iPad gadjetini ham kompaniya o'ylab topdi va umuman ushbu sohani rivojlantirib, brendni rivojlantirib, umumiy aynan elektronika sohasidagi eng zo'r mahsulotlarni joriy qilishni boshlashdi. Men o'zim Apple tarixini gapirayotganimda bir narsaga e'tibor qaratib ketishim kerak. Albatta, Apple bu birinchi navbatda Steve Jobs, birinchi navbatda Steve Jobsning geniysi. Lekin Apple doimiy ravishda eng katta e'tiborni dizaynga qaratgan va aynan dizaynda o'sha Steve Ivy degan Apple'ni dizayn bo'yicha direktori bo'lgan. U hali ham bor, lekin kompaniyadan ketgan va uning ham Apple'ning rivojlanishdagi hissasi juda ham katta. Sababi aynan Apple mahsulotlarini qo'lingizga olganingizda uning qulayliklari, Apple'ning umumiy o'sha gadjetlarni ishlatilishidagi osonliklari, nafaqat tashqi dizayn, balki ichki dizayn, ya'ni o'sha UX UI deyiladi, kompyuterni yoki telefonni ochganingizdagi qulayliklar. Hattoki men oddiy misol keltiraman. Men o'g'lim 3 yosh bo'lganida qo'liga iPadni olib kelib berganimda 3 yoshli bolakay hech nimani tushuntirmaganimda ham iPadni ishlatishni o'rganib olgan va o'shandan beri qo'lidan Apple gadjetlari tushmaydi. Aytmoqchimanki, aynan bu yerda dizaynerlarning ishi juda ham katta bo'lgan, ya'ni ular ushbu narsalarni to'laqonli odamlar uchun qulay qilib yarata olishgan. Apple haqida gapirganda yana bitta narsani men aytib o'tmoqchi edim, aynan marketing haqida gapirganimda. Apple'da aynan iPhone yaratilishida men ko'p bir narsani o'zim ham aytaman, yana bir marta qaytarishga harakat qilaman. Apple bu eng high level. Ya'ni marketingda mahsulotlarni yaratishda albatta tadqiqotlar o'tkazish kerak. Ya'ni biron bir tadqiqotlar o'tkazilinadi, maqsadli auditoriya o'rganiladi va maqsadli auditoriya nimani xohlasa, o'sha narsa ishlab chiqaruvchi tomonidan beriladi. Lekin Apple'ga o'xshagan brendlar qiladigan ishlari nimaga eng high level deyman, ular tadqiqotlar o'tkazgandan keyin foydalanuvchilar, ya'ni maqsadli auditoriya bo'ladimi, umuman потребительlar
o'zi xayoliga keltirmagan narsani yaratib berishgan. Ya'ni potrебитель o'zi shu narsani xohlayotganligini bilmasdan turib, kompaniya bu narsani joriy qila olgan. Ya'ni misol uchun iPhone misolida oladigan bo'lsak, smartfonda knopka bo'lmasligi kerak degan narsani hech qaysi bir исследование bermagan. Bu narsa aynan o'sha Steve Jobs geniysi bo'lgan. Endi biz o'qigan hamma o'sha Steve Jobs tarixida, kitoblarida, Apple tarixidagi kitoblarda aynan bu narsa aynan Steve Jobsning qat'iy qarori bo'lganligini bilamiz va shu sababdan Steve Jobsning geniysi deb aytishim mumkin. Ya'ni bunday narsalar bu eng yuqori level, bu narsaga erishish deyarli imkonsiz. Bu narsaga erishadigan kompaniyalar dunyo miqyosidagi eng buyuk kompaniyalardir va aynan Apple mana shunday kompaniyalardan bittasi. Aytib o'tganimdek, biz hozir Applening bosh qarorgohini oldidagi visitor centerda joylashganmiz. Mana shu yerda, aynan mana shu daraxtlarning orqasida Applening o'sha eng mashhur bosh ofisi joylashgan. Afsuski, u yerga kirish juda ham qattiq chegaralangan va biz mana shu visitor centerda va bu yerda Apple'ga yarashgan holatda juda ham bir innovatsion ishni qilgan. Mana shu Apple ofisining maketi bu yerda ko'rinmasligi mumkin. Bu 3D maket va bu maketning ko'rishning eng oson yo'li mana bunday planshetlar beriladi. Mana shu planshetga qaraganimizda mana shu ofisning qanday ko'rinib turadi. Mana bu yerda barcha holatlarni ko'rishimiz mumkin. Mana hattoki ofis ichlari ham ko'ringan. Odamlar ham yuribdi. To'liqonli. Eng qizig'i mana bu yerda bunday vaqt o'zgartirsangiz, vaqt o'zgargan sari ofisning ko'rinishi ham o'zgaradi. Misol uchun mana keling, mana kechqurun soat 8:00 da, ya'ni 20:00 da qorong'iroq vaqtda yonib turganda, chiroqlar yonganda ofisning ko'rinishi. Juda ham futuristik, juda ham ajoyib va chiroyli ofis. Mana bu qolgan o'sha atrofidagi binolar, men tushunishim bo'yicha bu mana bu parkovka bo'lsa kerak. Va atrofidagi umuman o'zi park juda ham chiroyli. Mana bu biz hozir joylashgan o'sha Apple'ning visitor markazi. Mana Apple atrofidagi binolar. Mana bu Steve Jobs nomi bilan ataladigan teatr binosi. Shunda Apple Parkning ichida joylashgan. Umuman o'zi to'g'risini aytaman, Kupertina shahri va umuman Kaliforniya juda ham ob-havosi bilan, tabiati bilan odamni lol qoldiradi va bilasizmi, mana shunday tabiatda, mana shunday ajoyib muhitda ishlash menimcha o'zgacha baxsh odamga rohat baxsh etsa kerak. Va men hozir afsuski u haqida video qila olmadim, lekin Stanford universitetida ham bo'ldim. Bilasizmi, boshqatdan talaba bo'lgim kelib qoldi. Shunaqa ajoyib joy va shunaqa zo'r aura, mazza va mana bu joyning o'zi ham o'sha shunaqangi genialniy produktlarni yaratadigan joyligi bilinib turibdi. Apple brendi bugungi kunda ham dunyodagi nomer 1 brend hisoblanadi. Brendning o'zining narxi taxminan 600-700 milliard vaqt bilan o'zgarib turadi. 600-700 milliard dollar atrofida baholanadi va tabiiyki Apple bu dunyodagi eng zo'r kompaniyalardan bittasi va Applening tarixi ham shuni ko'rsatib turibdiki, marketingga bo'lgan e'tibor, brendingga bo'lgan e'tibor, produktlarning dizayniga bo'lgan e'tibor eng oliy darajada va bu narsa ishlayapti va bu narsa o'zining samarasini ko'rsatib kelyapti. Bugungi Apple'ga bag'ishlangan sonimiz shulardan iborat. Menimcha ozgina bo'lsa ham foydali ma'lumotlarni oldingiz degan umiddaman. Albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz yana qo'shimcha yaxshi kontentlarni tayyorlashga harakat qilamiz va aynan bugungi sonimizga alohida bir narsani qo'shib ketmoqchi edim. Bugungi sonimizni operatoriga alohida rahmat aytaman. Ushbu sonning operatori Otabek Yusufov. Otabek, rahmat.